Men bir muslima beva ayolni nikohimga olgan edim. Hamma qatori. Nikohimizdan 3 kun o'tib, birinchi ayolim bilib qolib, voy boshlamdi-da. Uyda janjal ko'tarilib, nima deb o'yladingiz? Xursandchilik bo'ladi deb o'ylamadingiz. Yo uni tanlang yoki meni deb turib oldi. Agar meni tanlasangiz, nima? Meni guvohligimda ana shunaqa deydi. Uni talog'ini berasiz deb. Ko'rdingmi? Deyishcha aytadi-da, men guvoh bo'laman deydi talog'iga deydi. Ikkita sabab bor shunaqa deyishiga. Rostdan taloq qo'yganingizni ko'rgisi keladi va anunga ko'rdingmi? Sen sarqitsan demoqchi bo'ladi. Lekin erkak kishini yegani bo'ladi shunaqa qilsa. Shirin bola, shakar bola, katta bola xotinidan qo'rqadigan latta bo'ladi, shunaqalarga aytiladi. Yegani o'sha bo'ladi, borib toy bola bo'lib qoladi. Butun umr xotini o'yinchoq qilib o'ynab beradi keyin shunaqa qilsa. Xo'p, men ilojsizlikdan ikkinchi ayolimni xotinim guvohligida taloqsan deb aytdim. Endi bu nikohni tiklamoqchiman. Shu qanday bo'ladi? Aka, sizga emas, qilmang bu ishni. Bo'ldi. Endi xotiningiz bilsa yirtadi agar. Yo'q, kulmanglar, rost ekan. Rostdan birinchisida hech narsa qilmagandir mayli. Faqat taloq berasan degandir. Lekin ikkinchisida yoradi lekin, yomon uradi lekin. Ikkinchi xotin olish degani o'yin degani